القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Cemal Qurra nomli kitobdan darsimizni davom ettiramiz. Navbatdagi mavzu juhudul ulama fi bayani adabi hamalatil Qur'anil Karim. Qur'on hofizlarining odobini bayon qilish haqidagi olimlarning xizmatlari haqida. Endi olimlar bu haqda qanaqa kitoblar yozgan, ayni shu mavzu haqida qanaqa kitoblar yozganligi haqida qisqacha to'xtalib o'tadi muallif. Aytadilarki, ihtammal ulama bi hadal ilmi sharif va allafu fihi muallafat. Yani ulamolar bu ilmga, ya'ni aynan shu qorilar odobi haqidagi ilmga alohida e'tibor qaratib kitoblar yozishgan. فمنهم من أفرده بالتأليف. Ba'zilar mustaqil kitoblar yozgan bu mavzuda. ومنهم من أفرد له نوعا خاصا في كتب علوم القرآن. Ba'zilar bo'lsa ulumul Qur'on kitoblarida alohida nav ajratishgan. Nima degani bu alohida nav? Suyuti rahimahulloh al-Itqon fi ulumil Qur'on kitobida va boshqa ulumul Qur'on haqida yozilgan kitoblarda navlarga bo'lib chiqadi. Ya'ni gapirmoqchi bo'lgan har bitta mavzusini bitta nav deydi. Bitta nav hisoblaydi. Masalan, mutashabih muhkam haqida gapirmoqchi bo'lsa, naw'un fil muhkam va mutashabih deydi. Va hokazo. Bu yerda ham shu faqat Qur'on yodlaganlar, Qur'on hofizlariga taalluqli odoblar haqidagi nav deb turib alohida nav ajratadi. Go'yoki u mavzu bir kitob ichidagi fasl degani. Demak, alohida fasl ajratishadi ulumul Qur'on kitoblarida. Kama tahaddatha anhu ba'd al-muallifin fi kutub al-hadith wal qira'at wa at-tajwid. Hadis kitoblarida ham, qiroat kitoblarida, tajvid kitoblarida ham shu mavzuga to'xtab o'tishadi. Va ila janibi zalika ta'arrada lil hadith anhu, ya'ni bunga qo'shimcha ravishda yoki bundan tashqari bu haqda yana ba'd man kataba fi ilmi suluk wal adab, ya'ni odob, axloq haqida yozganlar ham nima qilishgan, bu mavzuga to'xtab o'tishgan. Bu esa nimaga dalolat qiladi? يدل على القيمة الكبيرة لهذا العلم عند علمائنا رحمه الله. Bizning olimlarimiz nazdida bu ilmda qay darajada maqomga, qiymatga ega ekanligini ko'rsatadi. وفي هذا المبحث سأعرف بنماذج من هذه الجهود على سبيل الإيجاز. Yani bu mabhasda men qisqacha shu olimlarning ba'zi xizmatlari bilan tanishtirib o'taman deyapti, shu haqdagi kitoblar bilan. Birinchidan, qorilarning odobi haqida yozilgan alohida xos kitoblar. Bir qancha kitob keltiradi. 3 ta kitob misol keltirar ekan. Birinchisi Axloq va hamalatil Qur'on. Qur'on hofizlari axloqi haqidagi kitob. Abu Bakr Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullohning kitobi, 360-yil vafot etgan. Va huwa awwal ma ufrida bit-ta'lif fi hadha al-bab. Mana shu mavzuda yozilgan eng birinchi kitob hisoblanadi. 360-yilda vafot etgan muallif. Hasba ma wasalana, endi bu bizga yetib kelgan kitoblarga ko'ra deyapti. Endi biz bilmagan, ehtimol kimdir yozgandir, bizga yetib kelmagan kitoblar bordir, uni bilmaymiz, lekin bizga yetib kelgan kitoblar ichida birinchisi shu. Bu mavzuda yozilgan eng birinchi bizga yetib kelgan kitob mana shu kitob deyapti. Qabla zalik, ya'ni bu kitob yozilishidan oldin bu ilm tafsir kitoblarining muqaddimalarida tarqoq holatda bo'lgan. Ya'ni ba'zi tafsir kitoblarining muqaddimalarida shu hofizlarning odobi, qorilarning odobi haqida qisqacha ishora qilib o'tishgan. Tarqoq holatda bitta kitobda jamlanib zikr qilmagan, to shu kitob yozilguncha yoki Fazoil Qur'on kitoblarida keltirilgan deb, tafsir kitoblarida, Fazoil Qur'on kitoblarida bitta zikr qilinadigan bo'lgan. Wal kitabu matbu'un 'iddata tabaat bi tahqiqatin mukhtalifa deyapti. Ya'ni kitob bir necha marta nashr qilingan deyapti. Xo'p, kitob nima bilan ajrab turadi? Yatamayyazul kitab bi inayat muallifi bil istidlal. Yani muallif dalil keltirish, ya'ni aytayotgan gaplarga dalil keltirish bilan bu kitob ajralib turadi. Va uslubihi al-xitobi al-wa'zi al-mu'assir deyapti. O'ta ta'sirli bir notiqlikka oid uslubi bor. Wal kitabu yahtawi ala mawa'id nafisa li ahli al-Qur'an ya'izzu an tujada 'inda ghayrihi deyapti. Boshqalarda yoki boshqa kitoblarda topilishi nodir bo'lgan Qur'on ahliga oid nasihatlar bor, yetuk bir nasihatlar, mav'izalarni o'z ichiga olgan bu kitob deyapti.
Ikkinchi kitob At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'on. Imom Navaviyning kitoblari. Muhiddin Yahya ibn Sharaf an-Navaviy rahimahulloh 676-yil vafot etgan. Va huwa kitabun nafis. Bu ham bebaho kitob. Sahl al-ibara, iborasi oson. Yani ahli ilmlar nazdida mashhur bo'lgan kitob. Va huwa matbu'un tabaatin kathira jiddan. Uni ham juda ham ko'p bosmalari bor. Va huwa wasitatul aqd fi hada al-bab. Nima degani? Ya'ni bu bobdagi eng muhim kitob hisoblanadi. Eng asosiy kitob hisoblanadi. Wasitatul aqd degani o'zi shoda o'rtasidagi katta marvaridga aytiladi. Ya'ni shodani o'rtasida katta marvarid turgan bo'lsa, o'sha ko'zga tashlanib turadi. O'shanga vasitatul aqd deyiladi. Endi bu go'yoki kinoya, majoz ishlatyapti. Shu kitoblarning orasida yaqqol ko'zga tashlanib turadigan birinchi hofizlarning odobi haqidagi kitob deyilsa, eng birinchi ko'zga tashlanadigan yoki xayolga keladigan, zehnga keladigan kitob shu At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'on. Imom Navaviyning kitoblari. Imom Navaviy rahimahulloh, Alloh subhanahu va taolo kitoblariga baraka bergan. Shu ixlosi sababli bo'lsa kerak deyishadi olimlar. Arba'in Navaviya qanchalik mashhur, Riyos Solihin kitoblari qanchalik mashhur. Xuddi shunday bu sohadagi shu mavzuda gapirilsa, shu bu kishining yozgan kitoblari At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'on xuddi shunday birinchi xayolga keladigan shu kishining kitobi deyapti. Va ammatu man kataba fihi ba'dahu. Ya'ni Imom Navaviydan keyin kelib bu mavzuda yozganlarning aksari afada minhu bundan foydalangan, shu kitobdan foydalangan va avvala alayhi va shu kitobga e'timod qilgan. Shu kitobga e'timod qilib shundan foydalanib yozgan, bundan keyingi yozganlar. Vaqad nuzima va ikhtusira. Bu kitob manzuma shakliga ham keltirilgan, nazm ham qilingan, va ikhtusira va ixtisor ham qilingan. Imom Navaviyning kitoblari ixtisor ham qilingan. Va kitob nima bilan ajralib turadi? Va yatamayyazul kitob bishumul. Mukammalligi bilan, ya'ni hamma boblarni yoki shu mavzuga oid hamma boblarni o'z ichiga olishi bilan va husnul tartibi o'ta chiroyli tarzda tartiblangan, iborasi oson, ixtirofli masalalarni orasida tarjih qilib ketadi. Bunisi kuchliroq deb turib. Va bu bobda ayrim insonlardan sodir bo'ladigan bid'at va shariatga xilof bo'lgan ishlarni ham nima qilib ketgan kitobda tanbeh berib aytib o'tib ketilgan. Uchinchi kitob Fathul Karim al-Mannan fi adabi hamalatil Qur'on. U Shayx Ali ad-Dobba'ning kitoblari. U qorilarning odobi haqidagi muxtasar bir risola. Qur'on qorisi, muallimihi va mutaallimihi, Qur'onni o'rgatuvchi muallim, Qur'onni o'rganuvchi, ta'lim oluvchi shogirdga oid odoblar bayon qilingan. Muallif ushbu kitobni boshqa imomlarning kitobning xulosasini bergan. Wala siyama Tibyan, ayniqsa Tibyan yuqoridagi Imom Navaviyning kitobidan foydalangan demoqchi. Va yatamayyazul kitob bil ixtisor va suhulatil ibara. Kitob o'ta muxtasar va iboralari oson. Undan boshqa bu asrimizda yozilgan Libadil Mu'asir ba'zi zamondosh ahli ilmlar yozgan kitoblar ham bor deb pastda shunga ba'zilarga ishora qilibdi. Sunanul Qurra va Manahijil Mujawwidin doktor Abdul Aziz al-Qari deyapti. Va Manhajus Salaf fil inaya bil Qur'on الدكتور بدر البدر دبت وإقراء القرآن الكريم للشيخ دخيل الدخيل وغيرها دبت. Ikkinchidan kutubu fadoilul Qur'on. Demak, bu haqda alohida yozilgan kitoblardan bir 3 ta kitob misol keltirdi. Endi fadoilul Qur'on kitoblarida ham تحدث العلماء عن آداب حملة القرآن في بعض كتب فضائل القرآن كما سبق. Ba'zi فضائل القرآن kitoblarida ham shu mavzuga to'xtab o'tishgan olimlar. Bu kitoblar juda ko'p deyapti. Minhal mutawwal uzun bo'lganlari bor va minhal muxtasar bo'lgan kitoblar bor. Shu kitoblardan birinchisi Fadoilul Qur'on va ma'alimuhu va adabuhu kitobi. Abu Ubayd Qosim ibn Sallam al-Haraviy rahimahullohning kitobi 224-yil vafot etgan. Fadoilul Qur'on haqida yozilgan eng qadimgi avvalgi kitob hisoblanadi bu kitob. Va huwa kitabun nafis va shamil ma'a jalalati muallifihi va taqaddumihi. Ya'ni muallifini ilmdagi maqomi va mutaqaddimligi bor, ya'ni 224-yil, ya'ni o'sha salaflar asridagi olim yozgan kitob Abu Ubayd al-Qosim ibn Sallam al-Haraviyning kitobi. Va qad ihtamma al-muallif bi adabi hamalat al-Qur'on kama yadhharu min unwanihi. O'zi kitobning nomidan ham ko'rinib turibdi. Shu mavzuga to'xtab o'tilganligi, ya'ni Qur'on hofizining odoblariga, Qur'on qorisi odoblariga to'xtab o'tilganligi. Chunki Fadoilul Qur'on va ma'alimuhu va adabuhu deyilyapti. Ikkinchi kitob Lamahatul Anvar fi thawabi qari'il Qur'on kitobi li Abil Qosim al-G'afiqi 619-yil vafot etgan. Fadoilul Qur'on haqida yozilgan hajm jihatdan eng katta kitob. Abu Sa'iha ardan debdi. Shu masalalarni
bayon qilishda keng bayon juda ham keng bayon qilgan, hajm jihatdan eng katta kitob. وكان لآداب حملة القرآن حظ وافر في هذا الكتاب. Hofizlar, qorilar odobi haqida ham bu kitobda juda katta nasiba, katta o'rin olgan. Shu mavzu ham, mana shu mavzu ham bu kitobda katta o'rin olgan deyapti. Hop, keyingisi At-Tizkaru fi afdalil azkar للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. 671 yil vafot etgan. Bu ham o'ta muhim kitob. مشهور عند أهل العلم، أهل ilmlar nazarida mashhur. ذكر فيه مؤلف 40 بابا في فضائل القرآن وأهله. Qur'on fazilati, Qur'on ahli fazilati haqida bir 40 ta bob ajratgan. Bu aynan Qur'on hofizlari, Qur'on qorilari odobiga tegishli bir qancha boblar ajratgan. Bu ham bir necha marta nashr qilingan bu kitob ham. Thalithan kutubu ulumil Qur'on. Endi ulumil Qur'on kitoblariga kelsak, bu kitoblarda ham ushbu mavzu joy olgan. فعقدت لها أنواعا أو فصولا مستقلة، alohida nav, alohida fasl ajratishgan. Gohida esa shu fadoil Qur'on haqida, Qur'on fazilatlari haqida gapirganda bu mavzuga to'xtab o'tadi, alohida nav ajratmasdan yoki fasl ajratmasdan. Shulardan Jamalul Qurra va Kamalul Iqro kitobi. Imom Alamiddin Ali ibn Muhammad as-Saxoviy 643-yil vafot etgan. Ya'ni kitob, biz o'qiyotgan kitob nomi o'sha kitobdan olingan o'zi. Jamalul Qurra faqat davomida va Kamalul Iqro deyilgan. Imom Saxoviyning kitoblari Jamalul Qurra va Kamalul Iqro. Bu kitob endi shundan shu kitobni yarim nomini o'g'irlagan bo'lyapti-da. O'g'irlagan desak agar ta'bir sahih bo'lsa, lekin o'shandan olyapti, iqtibos qilyapti. Xullas, Jamalul Qurra o'sha shu kitobning nomi aslida. Shuning uchun ba'zi kitobni sharhlaganlar eslatib o'tsa bo'lardi. Ya'ni aslida bu Jamalul Qurra nimaning kitobi ekanligini. Imom Saxoviyning kitobi. Nima bo'lganda ham Jamalul Qurra deb turib aytganimizdek, aynan shu kishi qo'ygan ismini qo'ymayapti, balki yarmini olib qo'yapti. Ya'ni kitob nomini, sarlavhasini yarmini olib qo'yapti, Jamalul Qurra deb. Bu narsa bor, ya'ni ulamolar nazdida bor. Masalan, Fathul Bori kimning kitobi? Hajar al-Asqaloniki. O'zi asli kimning kitobi? Yana bormi? Fathul Bori degan kitob yana bormi? Bilasizlar? Fathul Bori Ibn Rajab rahimahullohni kitoblari, Hanbaliy mazhab ulamolaridan Ibn Rajabni shu Buxoriyga yozgan sharhi Fathul Bori, lekin tugamagan. Juma bobi, janoza bobigacha sharhlagan. Shunda o'zi bir 7 mujallad bo'lib chiqqan, tugamagan. Oxiriga yetkazmaganlar. Keyin Ibn Hajar kelib turib aynan shu ismini qo'yib Fathul Bori deb keyin o'zlari sharhlaganlar. Tushunarli? Aytmoqchi bo'lganim, bu narsa bor, hech qanaqa muammo yo'q. Ya'ni aynan o'sha kitobning nomini qaysidir olimni kitobidan olib qo'yish va hokazo, bu narsada hech qanday muammo yo'q deyiladi. Muallif aytibdi: "Va hadal kitob kama huwa ma'lum majmu'atun min al-kutub fi ulumil Qur'on." Ulumul Qur'onga oid bir qancha kitoblar bor. Bu kitobda ذكر في أحدها فصلا تحدث فيه عن فضل حامل القرآن وآداب معلمه ومتعلمه. Shularning orasida alohida shu qorilar odobi haqida bir fasl ajratgan deb. Al-Burhan fi ulumil Qur'on bu ikinchi kitob. İmam Badriddin Muhammad ibn Abdullah az-Zarkashi 794-yil vafot etgan. Vaqat afrada az-Zarkashi fi kitabihi naw'an khassan fi adabi tilavati al-Qur'on va kayfiyatiha. Qur'on tilovati odobi haqida alohida nav ajratgan. Tahaddasa fihi an fadli al-Qur'on va wujub ittiba'ihi. Qur'on fazilati, Qur'onga ergashish vojibligi va adabi tilovat odobi. والحث على التفكر في معانيه والاعتبار بمواعظه. يعني Qur'on ma'nolari haqida tafakkur qilish, Qur'onni mav'izalaridan ibrat olish va maqomatin nas fi tilavatihi. Qur'on tilovati borasida odamlarning maqomlari va fadli adabi ta'allumihi va fadli va adabi ta'allumihi va ikromil mushafi. Ya'ni Qur'onni ta'lim olish fazilati, uni odoblari, Qur'onni hurmat qilish haqida alohida bir shu haqida gapirgan deyapti. Va qad afada min kitabi Tibyan lin-Navawi. Bu mavzuda o'sha Imom Navaviydan foydalangan deyapti. Imom Navaviyning Tibyan kitobidan foydalangan deyapti. Al-Itqon fi ulumil Qur'on bu 3-kitob. Imom Suyutiyning, Jaloliddin Suyutiyning kitoblari 911-yil vafot etgan. Bu kitobida ham ikkita nav ajratgan deyapti. Ikkita nav ajratgan shu mavzuga. Va afada min kitabi axloqi hamalatul Qur'on al-Ajurri. Ajurriyni Hamalatul Qur'on kitobidan foydalangan deyapti.
o'zi Ulumul Qur'on kitobi borasida mashhur ikkita katta kitob, shu Zarkashiyning kitobi bilan Suyutiyning kitobi. G'oliban bir muasir ahli ilmlarning kitoblarini o'qitishadi boshlang'ichlarga. Endi mutaqaddimlarga yoki biroz ilgarilaganlarga shu keng kitoblardan, ya'ni Itqon fi Ulumil Qur'on kitobi bilan shu Burhan kitobi, ikkita asosiy mu'tamad kitob. Ikkalasidan biriga kifoyalansa ham bo'ladi. Yoki ikkalasini o'qisa ham yaxshi. Mutaxassis bo'lgan, shu sohada mutaxassis bo'lgan kishi ikkalasini ko'rib chiqqani yaxshi. رابعا كتب التجويد والقراءات تجويد وقراءة كتاب لار لم يغفل العلماء التجويد الحديث عن آداب حملة القرآن في مؤلفاتهم يعني تجويد علماء هم قرآن حافظة آداب لار haqida gapirishni nima chetda qoldirishmagan. Ayniqsa tilovat odoplarini tajvid kitoblarida ham bayon qilishgan demoqchi. وقد تحدث كثير منهم عن هذا الموضوع في مؤلفاتهم. Ularning ko'pi mana shu mavzuda nima qilishgan? Gapirib o'tishgan deyapti. O'zlarining kitoblarida, ya'ni tajvid kitoblarida ham shu mavzu to'xtab o'tishgan. Shulardan Ri'aya li tajvid al-qira'a va tahqiq lafz at-tilawa kitobi للإمام مكي بن أبي طالب 437 yil vafot etgan. حيث عقد في الكتاب عدة أبواب في فضل قارئ القرآن وآدابه. Bir qancha bob ajratgan Qur'on qorilari fazilati, odobi haqida. Ikinci kitap İthaf Fudala el-Beşer bil-Qira'at el-Arba'at el-Ashar li Ahmed ibn Muhammad el-Banna 1117 yil vafot etgan. Ham alohida fasl ajratgan. Qur'on tilovat qilish odoblari, ahamiyati, uni tushunish, Qur'onni tushunish, unga amal qilish ahamiyati haqida. 5-dan hadis kitoblari. Muhaddis ulamolar ham sunnat kitoblarida, hadis kitoblarida Qur'on fazilati haqida, qorilar odobi haqida alohida boblar ajratishgan va shuni ostida sanadi bilan hadislarni, asarlarni keltirishgan. Shu kitoblardan Al-Jami'us Sahih Imom Buxoriyning sahihlarini zikr qiladi. Chunki Imom Buxoriyning sahihlarida Fadoilul Qur'on nomli kitob bor. Kitob ostida Adabu Hamalatil Qur'on, Qur'on qorilari odobi haqida bir qancha hadislarni keltirgan. Sahih Muslim bunda ham Salatul Musafirin va Qasriha degan kitobda Adabu Hamalatil Qur'on shu mavzuga oid bir qancha hadislar keltirgan. Hop, Al-Jami'us Sahih Imom Tirmiziyning Jami'us Sahih kitoblari, Fadoilul Qur'on degan alohida kitob ajratgan. 6-dan Kitabul Adab va Suluk, endi odob va suluk, ya'ni axloq odob kitoblari. O'zi min mazanil hadis an adabi hamalatil Qur'on ba'd kutubil adab va suluk deyapti. Ya'ni qorilarning odobi haqida gapirgan kitoblardan biri, ya'ni qayerda topish mumkin? Mazon degani qaysi kitoblardan topishimiz mumkin? Shu axloq odob kitoblarida. Ya'ni bu mavzu haqida odob axloq kitoblarida ham topishimiz mumkin deb turib, faqat afrada laha ba'd ashabi hadil kutub fusulan xassa. Ya'ni alohida fasl ajratganlar bor. Shulardan Ihya Ulumuddin kitobi. Imom G'azali rahimahullohning kitoblari 505 yil vafot etgan. Bu alohida Adabu tilovatil Qur'on degan sarlavha ajratgan kitobida va shu ostida 4 ta bob keltirgan. Shu mavzu ostida 4 ta bob keltirgan. Tahaddasa fihi an fadlil Qur'on va ahlihi va adabi tilovatihi. Qur'on fazilati, Qur'on ahli fazilati, Qur'on tilovat qilish odoblari haqida gapirib o'tgan. Xo'p, keyingi kitob Al-Adabu Shar'iyya kitobi Ibn Muflih al-Maqdisi rahimahullohning kitobi 763 yil vafot etgan. Qur'onga tegishli alohida bir fasllar ajratgan kitobida. Xo'p, keyin aytayapti: "Inna ihtimam al-ulama rahimahulloh bi hadha al-ilm wa hafawatuhum bihi wa ta'kidahum ala wujubi akhdh al-qari bi adab al-Qur'an wal 'amal bihi wa ittiba'ihi wal ibti'adi 'an manahihi fi funun mutanawwi'atin wa madan mukhtalifa yadullu dalala wadiha ala ahamiyati wa sharafi wa hajati hamil al-Qur'an ilayhi." Ya'ni olimlar mana bu ilmga e'tibor berishi va qori albatta Qur'on بآداب القرآن يعني على وجوب أخذ القارئ بآداب القرآن يعني qori albatta bu odoblar bilan odoblanishi vojib ekanligini ta'kidlashlari, Qur'onga amal qilish kerakligi, ergashish kerakligi, Qur'on qaytargan narsalardan qaytish kerakligi, har xil ilmlarda fi funun mutanawwi'a degan hozir ko'rdik. Tajvid kitoblarida ham, hadis kitoblarida ham alohida kitoblar yozishgan. Fadoil Qur'on kitoblarida ham va hokazo fi funun muxtalifa degani shu, har xil fanlarda gapirganligi, Ramazon muxtalifa har xil o'rinlarda ayni shu mavzuni qayta takrorlashligi nimaga dalolat qiladi? Yadullu dalala wadiha ala ahamiyati, demak bu mavzuni o'ta muhimligi, sharafi va Qur'on hofizi bunga o'ta muhtoj ekanligini ko'rsatadi. Xo'p, keyingi mavzu al-mabhatur rabi' hal qurra'il yawm. Endi bugungi kundagi qorilarning holati haqida qisqacha
bayon qiladi. Kullama ba'uda an-nas an asri nubuwwa da'afa tamassukuhum bid-din va iltizamuhum bil-kitab va sunnah. Yani odamlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlaridan, ya'ni nubuvvat zamonidan qanchalar uzoqlashsa, dinni ushlashi, kitob va sunnatni mahkam ushlashi shunchalik zaiflashib boraveradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, la ya'ti alaykum zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu. Sizlarga biron bir zamon kelmaydi, illo undan keyingisi albatta undan yomonroq bo'ladi. Ya'ni zamon o'tgan sari nima? Yomonlashib boraveradi. Buni hammamiz guvoh bo'lsak kerak. Ya'ni chollarni ko'ramiz, qarasangiz, biz paytlar zo'r edi deb gaplashib boshlaydi. Ayni o'sha paytdagi yoshlar o'zi chol bo'lgan paytda o'zidan keyingilarga biz paytlar zo'r edi deb boshlaydi. Yani hamma o'zidan keyinga qarasa, o'zining davrini, chunki keyinga nisbatan, ya'ni qarigan paytda hozirgi yoshlarga nisbatan biz paytlar zo'r edi, bunaqa edi deydi. Hozir zamon o'zgarib ketdi, yomonlashib ketyapti deydi. O'sha yomonlashib ketyapti deb yoshlar kattayganida o'zidan keyin keladigan yoshlarga ayni shu gapni gapiradi. Biz paytlarda o'sha zo'r erkin paytlar edi, bunaqa paytlar deb ular ham gapira boshlaydi. Tajribada ko'rilgan narsa bu narsa. وإذا كان الصحابة والتابعون استنكروا تغير قراء زمانهم sahobalar, tabi'in, hada mahmulun al aghlab deyapti. Mahmulun al aghlab nima degani? Yani bu g'oliban shunday. Ya'ni biron bir zamon yo'qki, undan keyingisi yomonroq bo'ladi, bu g'oliban. Xo'p, sahobalar, tabiinlar o'zlari zamonasidagi qorilarni o'zgarib qolganligini aytishgan bo'lsa, biz nima deyishimiz mumkin deyapti. Yani o'sha paytdayoq qorilar o'zgarganligini aytishgan sahobalar, tabiinlar davrida. Umar ibn al-Xattob aytgan ekan: "Laqad ata alayna hinun wa ma nara ahadan yata'allamu al-Qur'an yuridu bihi illa Alloh azza wa jalla." Shunday bir paytlarda boshimizdan kechirdikki, biron bir kimsa Qur'onni Allohdan boshqani uchun o'rganganligini bilmaymiz. Ya'ni Qur'onni o'rgangan kishi illoki xolis Alloh uchun o'rganardi. Falamma kana hahuna bi akhar, endi oxirgi paytga kelib, khashitu anna rijalan yata'allamunahu yuriduna bihi an-nas wa ma indahum. Shu odamlarni qo'ldagi dunyoni istab o'rganyapti deydigan bir odamlar paydo bo'ldi deb qo'rqaman. Fa aridulloha bi qira'atikum va a'malikum. O'zinglarni qiroatinglar, amalinglar bilan faqat Allohning yuzini istanglar. Ya'ni insonlarni emas, insonlarni qo'ldagi dunyoni emas, Allohni istanglar. Allohning yuzini istanglar dedim. Ajurri rahimahulloh mana shu asarni keltirib, Umar ibn Xattobdan, endi Umar ibn al-Xattob o'zini zamonasidagi kishilarga qad qara'u fi zalikal vaqti, o'sha paytda Qur'on o'qigan qorilar bimaylihim ila dunya, shu dunyoga moyil bo'lib ketmayaptimikin deb qo'rqqan bo'lsa, fama zannuka bihim al-yawm, hozir nima deyishimiz mumkin deb uni Ajurri aytayapti. Imom Ajurri rahimahulloh nechinchi yil vafot etdi dedik? Ya'ni 4-asrda o'tgan. 4-asrda 360-yil vafot etgan dedik. 4-asrning yarmidan keyin o'tgan olim aytayapti. Endi hozirga kelib yana nima deyishimiz mumkin? Xo'p, qultu famada naqulu nahnu al-yawm. Mana muallif o'zi aytadi, biz endi nima deyishimiz mumkin deyapti. Ibn Umar radhiyallohu anhuma aytadilar: "Laqad ishna burhatan min dahrina va inna ahadana la yu'ta al-iman qabla al-Qur'an." Ya'ni biz hayotimizning bir qismida shunday bir yashaganmizki, birimizga Qur'ondan oldin iymon berilardi. Va tanzilu suratu ala Muhammad, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sura nozil bo'lardi. Fa nata'allam halalaha va haramaha, uni halol va haromini o'rganardik. Va ma yanbaghi an yuqafa indahu minha, unda to'xtalish lozim bo'lgan narsalarni o'rganardik. Va laqad ra'aytu al-yawma rijalan, bugunga kelib shunday bir kishilarni ko'ryapmanki, yu'ta ahaduhumul Qur'an qabla al-iman, ya'ni iymondan oldin unga Qur'on o'rgatiladi. Va yaqra ma bayna fatihati ila khatimatihi, Fatihasi, sura Fatihadan boshlab oxirigacha nosgacha o'qiydi. Ma yadri ma amiruhu va la zajruhu, lekin Alloh nimani buyuryapti, nimadan qaytaryapti hech narsani bilmaydi, anglamaydi. Va la ma yanbaghi an yuqafa indahu minhu, qayerda to'xtalish kerakligini ham bilmaydi. Va yansuruhu nasra ad-daqali, uni yomon xurmoni sochgandek sochadi. Nima ma'no bo'lishi mumkin? Yomon xurmoni sochgandek sochadi degani, ya'ni vallohu alam o'sha o'qiyotgan Qur'onini qadri yo'q o'zini nazdida. Oldin masalan yomon xurmolarni tashlab ketavergan. Ya'ni bog'dan hosil olsa, boshqa qilsa, yaxshilarni sifatlilarini terib olib, o'sha sifatsizini sochib ketavergan. Ya'ni uni terib olishga ham, mehnat qilishga ham bir sarflash hojati yo'q deb bilgan. Ya'ni go'yoki shu darajada qiymati yo'q. Ya'ni o'qishga o'qiydi-yu, lekin bir amal qilishga bo'lgan, unga ergashishga bo'lgan va hokazo Qur'onning qiymati ular nazdida yo'q degandek, Alloh alam shu nazarda tutgan bo'lsa kerak. Va yansuruhu nasrad daqali. Qala ibn Mas'ud aytadilar: "Unzila al-Qur'an alayhim liya'malu bihi."
Qur'on aslida amal qilish uchun nozil bo'lgan edi. Fattakhadu dirasatahu amala. Lekin uni faqat dars qilib o'rganishda amal qilib olishdi. Ya'ni borib kelib, madrasaga borib kelib, yotlasa, Qur'on topshirsa, boshqa qilsa, ha desa bo'ldi, Qur'onga amal qilyapti degani, Qur'on o'qishni o'rganyapti, yotlayapti, topshiryapti, ustozga bo'ldi shu. Shuni amalda Qur'onni o'rganishdi, o'zini amal qilib olishdi. Inna ahadakum la yaqra'ul Qur'ana min fatihatihi ila khatimatihi ma yusqitu minhu harfan. Sizlardan birortangiz Qur'onni shu boshidan boshlab Fotiha surasidan to xotimasigacha, Nos surasigacha o'qib beradi, bir harfni tushirmasdan, xato qilmasdan o'qib beradi. Faqat asqatal amala bihi, aslida butunlay Qur'onga amal qilishni tushirib bo'lgan. Ya'ni Qur'onga umuman amal qilmaydi. Ya'ni qiroatga kelganda bitta harfini tushirmasdan o'qib beradi, lekin amalga kelganda mutlaqo Qur'onni amal qilmaydi deyilyapti. وقال حسن البصري aytgan ekan: "Inna hadal Qur'an qad qara'ahu abidun wa sibyan." Bu Qur'onni qullar ham, yoshlar ham o'qishdi, ya'ni o'qishni biladi. La ilma lahum bi ta'wilihi. Lekin ularni tafsiri haqida ilmi yo'q. Va ma tadabburu ayati illa bi ittiba'ihi. Qur'onni tadabburi unga ergashish bilan bo'ladi. Va ma huwa bi hifzi hurufihi va idoati hududihi. Harflarini yotlab, chegaralarini zoya qilish bilan bo'lmaydi. Hatta inna ahadahum la yaqul, gohida yani ba'zilar aytadiki, laqad qara'tul Qur'an fama asqattu minhu harfan. Qur'onni o'qidim, bir harfda ham xato qilmadim, bir harfini ham tushirib qoldirmadim deydi. Vallohi asqatahu kullahu va qad asqatahu kullahu. Allohga qasamki, aslida Qur'onni hammasini tushirib bo'pti u. Ma yura al-Qur'anu lahu fi xuluqin va la amal. Na xulqida ko'ramiz Qur'onni, na amalida ko'ramiz. Hatta inna ahadahum la yaqul inni la aqra'u surata fi nafas. Ba'zilar bo'lsa men surani bir nafasda o'qiyman. Shu bir nafas olib oxirigacha masalan bir nafasda o'qiyman deydi. Vallohi ma haula'i bil qurra va lal ulama va lal hukama va lal wara. Allohga qasamki, ular qori ham emas, olim ham emas, hakim, donishmand ham emas, va lal wara, taqvodor ham emas. Mata kanat al qurra misla hada. Yani qachon qorilar bunaqa bo'lgan? Ya'ni qachon qorilar bu sifatda bo'lgan? La kassarallohu fin nas misla haula. Alloh taolo unga o'xshaganlarni sonini ko'paytirmasin deydi. Hasan Basri yana aytgan ekanlarki, Qurra'ul Qur'an salasat asnaf. Qorilar 3 xil bo'ladi. Sinfun ittakhaduhu bida'a. Ba'zilar bor, uni tijorat moli qilib olgan. Qur'onni tijorat moli qilib olgan. Va sannafa va sinfun aqamu hurufahu va dayya'u hudud. Yana bir turi bor, harflarini qoim qilib, chegaralarini zoya qilgan. Ya'ni harflarni hammasini maxrajdan chiqarib zo'r o'qiydi, lekin amalga kelganda amal qilmaydi. Chegaralarni zoya qiladi degani shu Qur'on buyruqlariga, qaytarishlarga amal qilmaydi. Vastatalu bihi ala ahli biladihim. Shu qori bo'lganligi uchun boshqalarga mutakabbirlik qila boshlaydi. Istatalu bihi qaytaga qori bo'lganligi uchun birovlarga mutakabbirlik qiladi. Vastadarru bihi al-wula, valilardan nimadir undirmoqchi bo'ladi. Shu qori bo'lganligi uchun valilardan, mansabi borlardan, mansabdorlardan nimadir undirmoqchi bo'ladi, dunyo undirmoqchi bo'ladi. Faqat kathura hada ad-darbu min hamalatil Qur'an. Mana bunga o'xshash yoki bu turdagi qorilar ko'payib ketdi. La kassarahumulloh, Alloh ularni sonini ko'paytirmasin. Va sinfun, endi 3-turi amadu ila dawa'il Qur'an fa wada'uhu ala da'i qulubihim. Qur'on davosini olib o'zlarining qalbidagi dardga qo'yganlar. Ya'ni haqiqatda bu Qur'on davo, Alloh taolo shifo dedi. Shu Qur'onni olib o'zlarining qalbini davolaganlar. Mana bu 3-tur. Fastash'arul khawfa, Allohdan ular qo'rqishadi. Va rakadu fi maharisihim va khabbu fi baranisihim. Alloh alam bu daqiq ma'nosini bilmadim, lekin tushunganim ular bu bilan dunyo istab yoqa-yoqa chiqmaydi. Balki uydan chiqmay o'tiradi. Ya'ni khabbu fi baranisihim, burnus nimasi qalpog'i bor kiyim. Mag'ribliklar kiyadi-yu. Mag'ribliklar uzun rido kiyadi, faqat yana boshi ham nima qalpog'i o'zida bo'ladi, birlashgan bo'ladi. O'sha ko'proq uni kiyib olsa odam bilinmaydi-ku. O'sha khabbu fi baranisi, burnuslarini kiyib olib, o'sha yashirinib o'tiradi, o'zini ko'rsatmaydi. Ya'ni ahli Qur'onman deb o'zini ko'rsatmaydi, o'zini mashhur bo'lishini xohlamaydi, balki nima qiladi? O'zini yashiradi, shu qoriligini yashiradi. Odamlarga mashhur bo'lib ketishlikni xohlamaydi, balki qoriligini yashiradi demoqchi. Fa ulaika yansurullohu bihim alal a'da. Ya'ni Alloh taolo ana shular sababli dushmanlarga qarshi nusrat beradi. Va yusqa bihumul g'ayth degani va ular sababli yomg'ir yog'diradi. Fa vallohi lahada min hamalatil Qur'an aqallu min al-kibrit al-ahmar. Ya'ni bunga o'xshash qorilar o'sha qizil oltin gugurtdan ham ko'ra
ular oz. Ya'ni bunaqalarni topish qiyin deyapti. Ya'ni bu 3-turdagi qorilarni haqiqiy o'sha Qur'onni o'qib, uni qalblaridagi dardlariga davo sifatida foydalanadiganlar juda oz deyapti. Va Shaqiq ibn Salama aytgan ekan: "Mislu qurra'i ahli zaman, masalu qurra'i ahli zaman kamathali ghanami dawa'in" deyapti. Ya'ni bizni zamonamiz qorilari xuddi junli qo'ylarga o'xshaydi. Zati suf debdi. Da'nun o'sha dawa'in jam'u da'n. Ghanami dawa'in zati suf deyapti. Ya'ni junli qo'yga o'xshaydi. Fa ghubita shatun minha fa idha hiya la tunqi deyapti. Mabodo junli qo'ylarni ko'rsangiz, semiz deb o'ylaysiz. Ghubita degani havas qilib borsangiz, havas qilib borib ushlasangiz, fa idha hiya la tunqi qarasangiz ozg'in bo'ladi. Shu juni ko'pligidan urib ishib turgan bo'ladi. Semiz deb o'ylaysiz, lekin borib ushlaganda uni oriqligini bilasiz. Chunki ko'pchilik bilmaganlar, buni ajrata olmaganlar olib kelib qurbonlikda boshqada olib kelib qarasa, kilosidan boy berib o'tiradi, aldanib o'tiradi, chunki ozg'in bo'ladi. Ajrata olmagandan keyin u semiz ko'rinadi. Borib ushlab ko'rilgandan keyin uni ozg'inligi bilinadi. O'sha g'ubita degani chetdan qaraganda havas qilib borib ushlab ko'rsangiz, ozg'inligini ko'rasiz. Fa idha hiya la tunqi degani o'sha ozg'in ekan, ozg'in bo'lib chiqadi. Thumma g'ubita ukhra, keyin ikkinchisini ko'rasiz. Mana bir semiz bo'lsa kerak deb, bu ham junli. Borib ushlab ko'rsangiz, va hiya kadal. Qarasangiz, u ham ozg'in bo'lib chiqadi. Uffin laka sa'iral yawm. Uff sizlarga deyapti. Hammasi shu. Ya'ni qorilarni qori ekan deb borib qarasangiz, zohirda orqasidan namoz o'qisangiz zo'r o'qiydi, mashaalloh deb o'ylaysiz, shu taqvodor boshqa ekan deb o'ylaysiz. Namozdan tashqarida qarasangiz, umuman boshqa odam. Masalan, namozda tilovatidan boshqasidan xuddi junli qo'yga o'xshaydi. Semiz deb o'ylaysiz, boshqa shundan foydalansam kerak deb o'ylaysiz, lekin unga yaqinroq yursangiz, u sizdan foydalanmoqchi, boringizni shilolmoqchi bo'ladi. Xullas, kerak bo'lsa sizdan foydalanmoqchi bo'ladi. Shuni aytyapti. Buni topish qiyin bu nimalarni. حقيقي قارلان topish qiyin deb qo'yapti. هذا والناظر في أحوال حملة القرآن في هذا الزمن يجد منهم من لم يلتزم بآداب حملة القرآن. hozirgi zamonimizda ham shu qorilarning holatiga nazar soladigan bo'lsak, odoblarga rioya qilmaydiganlar bor, qorilarning odobiga rioya qilmaydiganlar bor, balki asosiy g'ami nima bo'lib qolgan? Munsarifun ila itmamil hifzi aw itqani tilavati fa hasb. Tezroq tugatishim kerak, Qur'on tugatishimga 5 pora qoldi, 10 pora qoldi. Bo'ldi, asosiy ham shu bo'lib qolgan, lekin bir amal qilyapmanmi, yo'qmi? Men shu suradagi, men shu oyatga amal qilmadim. Shu hayotim oxirigacha amal qilib o'tsam qani edi deganini ko'rmaysiz. Yo, tezroq shuni tugatishim kerak. Asosiy ham shu bo'lib qolgan, deyapti. ولذلك وقعوا في بعض المخالفات التي لا تليق بأهل القرآن. Shuning uchun Qur'on ahliga loyiq bo'lmagan bir xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Masalan, min at-taqsir bi ba'd al-fara'id wal wajibat. Haqiqatda o'sha qorilar o'qiyotgan madrasalar, boshqalarga borsangiz, qaysi bomdodga uxlab qolgan, bitir o'qimaydigan, masalan, o'shanga o'xshash, ya'ni ba'zi vojibotlarga, faroizlarga beparvo bo'ladi. Va adam mutavarru an ba'd al-muharramat wal makruhat. Kerak bo'lsa chekib turadiganlar bo'ladi. Qori o'zi, lekin chekib turadi, ba'zi harom ishlarni ham qiladi, makruh ishlarni ham qiladi, deyapti. Dunyoga bog'langan bo'ladi. Bo'lib ham masalan qorilar bizda shu o'qigandan boshlaydi, musobaqalarda, boshqalarda birinchi o'rinda mashina yutgan, yoki bo'lmasa bir telefon yutgan, iPhone yutgan, boshqa qilgan, o'rin olib hamma maqtagan, yoki tarovehda o'qib bergandan keyin endi xalq qorilarga bo'lgan muhabbati, Qur'onga bo'lgan muhabbatidan shu qorilarni ko'kka ko'taradi. Natijada o'z bilmagan holatda nima bo'lib qoladi? Shu Qur'on bilan asosiy maqsadi dunyo topishga aylanib qoladi. Hatto ko'ryapmiz ba'zilar shu qorilarni, talabalarni qiziqtirish uchun dunyo bilan qiziqtiryapti. Mana bugun topgan pullarimni qarang deb pullarni chiqarib ko'rsatyapti. Ichida mana dollarlar ham bor. Kam bo'lmaysan, o'qisang deb turib unaqa bo'lmaydi u. Ya'ni bu dunyo topish uchun o'qimaymiz-da. Ya'ni Qur'onni biz dunyo topish uchun o'qimaymiz-da. Bu unaqa qiziqtirgandan ko'ra qiziqtirmay qo'ying. Shuning uchun ba'zi ahli ilmlar aslo o'zi mana shu musobaqalar yaxshi emas deydi. Musobaqalarda katta-katta nimalar qo'yib, u o'rganib qoladi. Katta bo'lguncha bir necha musobaqada bir necha marta yutgandan keyin bo'ldi, inson shu narsaga o'rganib qoladi. Uni iloji bor. To'g'ri, masalan, yosh bolalar shu narsa bilan qiziqib o'qiydi, boshqa deb ijtihod qiladi. Bu narsani bir harom deb olmaymiz-ku, lekin o'sha narsaga bir eshik ochib berishiga sabab bo'ladi. Ba'zi ustozlar bu narsadan ehtiyot bo'lish kerak deydi. Ya'ni o'sha musobaqalar qo'yib, Qur'on o'qiyotgan talibni dastlabki bosqichidayoq uni dunyoga o'rgatish yaxshi emas deb. Va ala kulli hal hada raj'un li asbab mutaaddida deyapti. Buni bir qancha sabablari bor deb turib, minha ihmalu kathiri min al-muqri'in ta'lim talamizatihim
adab ahli Qur'on. Ya'ni hozirgi endi holatimizdagi qorilar haqida qisqacha gapirib, buni sabablari o'sha Qur'on o'rgatayotganlar g'oliban shogirdlarga Qur'onni o'rgatadi-yu, Qur'on ahlini odobini o'rgatmaydi. Qur'on ahli odobini o'rgatishmaydi. Va minha ta'liqun nas qulubul muta'allimin bid-dunya wa jadbihim ila hifdil Qur'on va ta'allumihi bil hababid dunyaviyyati fahasb. Mana hozirgi aytganimiz. Yana buni sabablaridan bittasi qiziqtirish uchun faqat shu nimadan foydalanadi, mukofotlardan, musobaqalardan yodlasang uni beraman, buni yodlasang buni beraman deb faqat dunyo bilan qiziqtiradi. Oxirat savobi Allohning oldidagi narsa bundan ham ko'ra nimaroq deb turib, oxiratdagi savob uchun emas, Alloh uchun emas, faqat shu dunyo uchun bo'lib qoladi. Qiziqtirgan paytda faqat dunyo bilan qiziqtiradi, musobaqalardagi o'sha qo'yilgan sovrinlar bilan, boshqalar bilan qiziqtiradi deyapti. Va ala kulli hal ma zalal khayr va salah mavjudan fil umma, lekin nima bo'lganda ham haligacha ummatning orasida yaxshilik mavjud. Va hunaka min ahli al-Qur'on man iltazamu bi adabil Qur'on. Haqiqatda Qur'on ahlining odobi bilan xulqlangan qorilar bor. Qur'onning buyruqlariga ergashib, qaytariqlardan qaytadiganlar ham bor. Nas'alulloh an yazidahum hudan va sabata. Alloh taolo ularning hidoyatini, sabotini ziyoda qilishini so'rab qolamiz deyapti. Shu yerda bir to'xtasak bo'lar ekan. Subhanakallohumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.